Kechirasiz, mayli o'tirsam? Assalomu Alaykum alaykum. Men assalom. o'tiraman. Rahmat. Xalaqit beringlarmi? Beraman. Kitob o'qib o'tirganingizga aytyapman. Bitta telefon qilib olay, maylimi? Ha? Men ozgincha ko'chada qolib ketib qoldim, keluvdim. Yordam. Alo. Siz bu yerda mehmonmisiz? Ha, bir ish bilan keluvdim. Telefon nomiga qo'ydi-da. Agar qarshi bo'lmasangiz men yeb oling. Ozgincha xijolat qilyapsiz. Yo'q, bemalol. Bar hozir qorningiz ochmi deb savol bersam, yo'q javob berasiz. Bemalol. To'g'risi men bu yoqqa ish bilan keluvdim. Qurilishda ishlayman. Bu yerda yaqinlaringiz yo'qmi? Yo'q, bu yoqda hech kimni tanimayman to'g'risi. Men hozir qayerda o'tiribman ham bilmayman. Hozir sizga bitta narsa bersam, noto'g'ri tushunasizmi? Erkak kishi men doim pul yurishi kerak. Dadam doim shunaqa derdi. O'zim ofitsiant bo'lib ishlaganman, uchta oy o'rganman. Qiz bola bo'lsam ham, hozir sizni holatingizni tushunib turibman. Alloh shunaqa yaxshi ko'rgan qizimdan xiyonat ko'rdim. Uyimdan chiqib ketdim. Ishim yaxshi emas. Kerak emas, uyimga o'xshab qo'yganman. Rizq masalasiga keladigan bo'lsa, erkak kishining noni ko'chada bo'ladi. Har qanaqasiga siz rizqingizni ko'chada topib yeb keta olmaysizda. Biz eksperiment olyaptik. Kameramiz bu tarafda. Voy. Ko'rdingizmi? Lekin xijolat qildi. Yo, pulga rozimisiz? Ha, roziman. Hazillashayapman.